Yoshlar siyosati doimo davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblangan. Joriy yilning 24-fevral kuni O'zbekiston prezidenti hamda yoshlar o'rtasidagi muloqot, unda belgilangan vazifalar ham fikrimizga misol bo'la oladi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zkimyosanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yosh xodimlar va Yangi O'zbekiston universiteti talabalari bilan ochiq muloqoti tashkil etildi. Uchrashuvda kimyo sanoati sohasining yosh mutaxassislari hamda Yangi O'zbekiston universiteti talabalarining yutuqlari haqida to'xtalib o'tildi. E'tiborli jihati O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi talabalar bilan bevosita ingliz tilida muloqot qildi. Uchrashuvda Xitoyda o'tkazilgan xalqaro Globex 2025 dasturi ishtirokchilari dastur doirasida olgan bilim va ko'nikmalari va xalqaro muhitda orttirilgan tajribaning ahamiyati haqida taqdimot o'tkazishdi. Aynan ushbu programmada qatnashishimizga bizga O'zkimyo sanoati aksiyadorlik jamiyati juda ham katta yordam berdi. O'z tarafdan ma'lum bir darajada mablag' ajratgan holda. Va o'sha yerda olgan bilimlarim yordamida men ikkita ilmiy maqola hamda bitta patent nashr qildim. Bundan tashqari Pekin universitetidagi ilmiy izlanish institutlarini ham ko'rib, o'rganib, u yoqda ham malaka oshirish hamda ilm almashish tajribalarida o'tdim. Endi aynan o'zimning soham kimyo injeneriyasi hamda materialshunoslik yo'nalishi bo'yicha yetakchi olim bo'lish niyatim bor. Shuningdek, Yangi O'zbekiston universiteti talabasi Shohrux Sunnatov kimyo va materialshunoslik muhandisligi yo'nalishida ishlab chiqilayotgan innovatsion startap loyihasi taqdimotini namoyish etdi. Bizning loyihamiz sanoat chiqindi suvlarini tozalashga qaratilgan va bunda biz anianit va katyanit texnologiyalaridan foydalanamiz. Bu ya'niki suvdagi temir va tuzlarni o'z o'ziga jamlab olgan holda sanoat uchun foydalanishga yaroqli suvni ishlab chiqarishga bog'liq. Patent olganmiz. O'zkimyo sanoat yordami bilan yaqinda Navoiy zavodi bilan hamkorlikda ishni yo'lga qo'yish jarayonidamiz. Tadbir yakunida kimyo yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatining esdalik sovg'alari topshirildi. Malik Yo'ldoshaliyeva, Jahongir Qosimov, yoshlar.